1991-yil 25-dekabr aynan shu kuni Kreml ustidagi Qizil imperiya bayrog'i tushirilib, o'rniga Rossiya Federatsiyasining 3 rangli bayrog'i ko'tariladi. Bu voqea Sovet ittifoqining rasman tugatilganligini anglatardi. SSSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachov televideniya orqali iste'foga chiqishini e'lon qiladi. Uning bu nutqi butun dunyo bo'ylab translyatsiya qilindi. Qizil bayroq esa Moskvadagi Kreml muzeyiga topshirildi. U hozir ham o'sha yerda saqlanadi va Sovet davrining yodgorligi sifatida namoyish etiladi. Hozirda ham bizning yurtimizda bu qonli imperiyani sog'inadigan va qumsaydiganlar yo'q emas. Bunday insonlarning yuragining o'rnida ham oshqozon urib turadi. Sizga aytar so'zimiz shuki, mustaqillikning qadriga yeting.